Assalomu alaykum aka gapdash qo'llari xonadonlar uylar balla hamal yaxshimi Allohga hamd sanolar shukr olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Toshkentlik hoji akamlarga salom, Qo'qonlik hoji akamlarga immuniy salom olsin. Akalar, kaptar temasidan ko'pchilik savol beryaptiki, aka kaptarlarimizni tuxum qo'yapti, tuxum qo'yib bo'lgandan keyin shalib qolyapti, cho'loq bo'lib qolyapti, qo'nishib qolyapti, qurib qolyapti deyapsizlar. Bu kaptarlarda tuxumga haydaydigan paytda iloji boricha modani addinni qilib qo'ysalaring, bu bechora chiqib turib donni yeb olib, keyin kirib yana tuxumga o'zi harakat qilib joylashib qo'yadi. Bu nar dvijeniya qilib tuxumni mana bunaqa haydaversa, u bechora don yeyolmasa kalladan artib tashlashda tuxumni qo'yaman deb o'zi holi ham qolmaydi. Endi nima ham qolmaydi, tapa-tasha oyog'i cho'loq bo'lib qumushi qurib qoladi. Shuning uchun tuxumga haydab turgan paytda modani addini ajratib qo'ysaning, donni yeydi, suvni ichib kirib sekin ginezozga qo'yib oladi. Keyin nar kirib, ha xotinim tuxum qo'yyapti deb bemalol chiqib erkalab paqirab qirqib yuraveradi. Tuxum qo'ygandan keyin 21 kundan keyin otib chiqadi akalar. Nar ko'p bala boqadi, moda ko'p tuxum bosadi. Ertalabdan kechgacha iloji boricha hali yo'qolib qolsa ko'pchilik yursa-ku, moda eplab katta qilib olib yotaveradi-yu. Nar uzoq 2 soat. Yo 1,5 soat yo 2 soat bo'lsa qiziqib qolib paqira chiqib guldirab qilib turib oladi. Ha moda bo'lsa, misol mana ertalab ham misol yotqisi kelsa yotaveradi, abitda ham yotaveradi, kech paytdan ertalabgacha ponni moda yotadi, 12 gacha yotadi. Qaranglarda sabr qilib. Bu tuxum 8ga aylanib rivojlanadi. Rivojlangandan keyin tiriq qilib urgandan keyin iloji boricha jinday yordam bersalar, po'sti qalin bo'lsa, sekin tumshug'ini chiqarib qo'ysalar, ag'iga sekin o'zi rivojlanib, katta bo'lib, tumshug'larni chiqarib olib, ayasi kirib tumshug'i bilan bunday harakat qiladi. Sekin boqib 10 kungacha sutini beradi. 10 kun sutini berib bo'lgandan keyin ag'iga sekin donga o'tadi. Donga o'tgandan keyin mana buna bo'lib katta bo'ladi mana. 8ga ko'zi ochiladi. Ko'zi ochilgandan keyin 8ga kirib kattalar bunday ko'rib, onam keldi, otam keldi deb intiladi. Mana bu hozir bitta kichkina bitta katta, mana ko'ryapsizlarmi? Nimani hisobiga bilasizlarmi? Bu kiryapti-da, buni qolib ketyapti. Bunga borgan sari bu buni intilib, bir pasda buni boqib yuryapti, bu qolib ketyapti. Iloji boricha bitta bundan qo'yish kerak ekan. Juvonlar ham o'zini qo'yib qo'yardi. Mana bunday qilib qo'ysam, buni teskari qilib qo'ysam, mana uni tezroq boqadi mana. Buni kirguncha bu ba'dan kirguncha buni boqib tursa tinglashadi. Bitta kichkina bitta katta qo'ygan hisobiga iloji boricha bitta kichkinalik bitta kattalik bo'lsa, aqabaqa olib qo'yib qo'ysalaring, bir xilda katta qilaveradi. Keyin mana misol bitta tuxumda juvonacha ne turgan bo'lsa, kichkina go'day juvona, yosh, hozir ochgani yo'qmi, yosh juvonacha bor ekan. Yana bitta bor ekan. Shundan boqyapti ekan. Mana shu go'sht ochilgan yo'q ko'zi mana juvonani, ha? Mana shu juvona ochilgan yo'q. Buni hisobiga mana juvona borligiga bu otasi kelatda yo onasi kelatda bitta g'ijimlaydi bo'ldi mana. Bu janavar yo havo ololmaydi, yo harakat qila olmaydi. Mana shunday yotadi. Buning uchun o'lib qolmasligi uchun mana bittasi o'lgan bo'lsa, ikkinchisi o'lib qolmasligi uchun buni tuxum bo'lsa, buni tuxumni bunday qo'yib qo'ysalaring, yoniga suyab qo'ysalaring, mana tuxumga suyanib, ayasi mana bunday qilib yotib oladi, mana tuxumga avaylanib. Mana. Arasi ochiqmi? Mana, ko'rinyaptimi? Ha bu tuxumga suyangan sari 8 suyanib katta bo'laveradi. Agar tuxum bo'lmasa, bu bunday bossalar ham bu ham o'ladi. Bu juvona ham o'ladi. Buning uchun tuxum bo'lsa suyanib katta bo'ladi. Mana Xudo xolasa inshaalloh katta ovozlar ham ko'pchilik ko'rib, aka videolaringizni ko'rib maza qilyapmiz. Kattalar chiqaryapsiz. Yaxshilarini deyishyapti. Xudoga shukr, mana o'yinchilarni yig'ib oldik. Endi shu o'yinchilarning ballari chiqib qolsa, Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiqarib beramiz. Endi akalar mana kattarxonada misol uyda o'tirgan joylaringda yo katta xonada o'tirgan joylaringda kirib tursalaring, ko'p ko'rsanay turmaydi bular. Bular turib ketsa tuxumi qoraymaydi. Ha deb kiraversanay kattarxonaga kirib chiqadigan bo'lsanay tuxumi qoraymaydi. Buning uchun yo'llarda yotaverish kerak, mana tuxumda yotibdi mana.
Mana tuxumda yotibdi, ochibdi shikili bu ham. Bu ham ochibdi. Mana bu ham tuxumda yotibdi. Mana bu ham tuxumda yotibdi. Mana bu katta bo'libdi. Mana yangi qo'yibdi. Mana yangi qo'yibdi. Mana qorayib qolibdi mana. Mana shu tuxumlarni-chi iloji boricha mana. Birovdan olib kelyapsizlarmi? Birovdan balas bilan olib kelyapsizlar. Ustigachi ota-onasi lattani bekitib turibchi, genizdoz bilan olib shuni qo'yib tursaning, bemalol qanotini belab o'q qilsaning, bu o'zini uyini bemalol chiqib kirib kelaveradi. Keyin juvonani ushlash uchun ham qo'llarga perchatkami, lattami toqib qo'ysalar, ushlasalari, hidi chiqmaydi. Hidi bor bo'lsa, juvonani balani boqmay qo'yadi. Buni tuxumni bir hafta, 10 kun, 21 kun bas, 3 kun lampochkaga shunda qo'ysalari, shunda qo'ysalar o'zi qizil urib qoladi. Qizil urib qolsa, balasi bor ekan desalar, o'pib yuborasizlar. 21 kunda ham, 22 kunda ham ochmayapti desa, u palaqda bo'ladi. Shiliq qilib tashlaveradi. 3 kun, 4 kunda qaraysalar, agar bo'lmagan bo'lsa, rivojlanmagan bo'lsa, keyin iloji boricha tashlaveradi. Keyin ko'pchilik savol beribdiki, aka, kaptalarni tuxum qo'ymayapti. Tuxum qo'ymashi qana desam, tuxum qo'ymashi keyin hali kaptarxonaga kirib, deb ubo qilavergan uchun ko'tidan kelib turgan tuxum bori, mabodo zo'r chujoy kelib qolsa, biz ham yoshlikda bu otaverardi, qo'limizga kirgan gapda o'tir. Mana shu ko'tidan kelib turgan tuxumga yugurib kirsalari, kaptar yana tuxumini qaytarib yorib, mana shuni hali ko'tidan bez qilib qo'yasizlar. Bez tushib qoladi ko'tiga. Iloji boricha kelib turgan tuxumni to'xtatmasdan qo'yib olsin bemalol. Deb chujoy ekan deb ushoq o'tib, uni qo'shirakin ushlayman deb, deb o'tib aqabaqa qilsani, ko'ti qaytaveradi, keyin borib tuxumni sekin olib turib, tuxumni ko'tidan nemdeki suyakdan kelaman degan tuxum qaytib ketaversa, ko'tiga bez tushib qoladi. Keyin atasizlar, aka, ko'tida tuxum emas u, bez u. U bez u. Nima hisobiga deb kirib chiqaverganga, u qotib qolgan janavar. Bu tuxumni bo'shatish uchun ham Xudoning taolo mo'jizasini qarangda, tuxumni bo'shatish uchun ham shunaqa yumshoq turib, sekin rivojlantirib tuxum qilib chiqaradi. Sizlar chiqarib turgan narsani deb kiraversalar, yumshoq qotib turib, mana shu yerda bezib qolib, mana shunday qolib qoladi mana. Bezib qoladi, tuxum tushmaydi. Ana shunday qotib qolib. Desa tuxum qo'ymayapti, tuxumni turibdi ko'tidan ololmayapti. Yo'q, u borgan sari bez tushib qoladi. Keyin ko'pchilik birovnikidan olsa tuxum qo'yyaptimi, bala beryaptimi? Aka qo'yyapti, tuxum qo'yyapti. Bir xillar mana teyda tuxum bilan yotibdi deganiga ishonmaydi. Undan ertadan keyin men ham sizdan mana yaxshi niyatga 500 ming, 1 million, 1,5 millionga olyapman. Yaxshi niyatda shulardan chiqarsam, shu kondan oldim, shu akadan oldim, shu shahardan kaptan oldim, yaxshi bala beryapti deb xursand bo'lsin. Aka oldik, 1 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi, 4 oy bo'ldi, tuxum qo'ymayapti. Olyapti, so'raylar-da, tuxum qo'yganmi? Qo'ygan. Men buni ishlatdim. Qancha ishlatdingiz? 3 partiya, 4 partiya mana sigirni soqqan. Buni sog'maydi. Buni qanaqa sog'adi? 1 partiya qo'yadi, 2 partiya qo'yadi, 3-chi partiyasida boshqa kaptar tuxumini qo'yib qo'yiladi. Shunga ham munchagacha boqiladi mana. Shunchagacha boqiladi mana. Agar keyin nonga chaqirib olib tashaverasizlar. Zo'r kaptar bo'lsa, agar uchi bo'yina betalab kechqurun tushadigan poyganlar, hovuzada qolib ketadiganlar bo'lsa, rabochiylarga olib, o'zlari madikor qilib, движение qilib juplab, unisiga qilsalar bemalol bo'laveradi. Keyin ko'pchilik aka juvonalar o'lib qolyapti. Akalar, iltimos sizlardan bug'doy bermanglar. Bug'doy mana shu ota-onasi olib kirib boqadi-yu, bu juvonalar suyuq chichib o'lib qoladi. Ota-onalari bo'lsa, erimni olib chiqib tashqariga движение qilib, cho'paymi, devorni yerni kesalarimi, yeb движение qilib, qornini og'rig'i to'xtaydi. Bu kaptardiki shunaqa движение. Biz ham qornimiz og'risa hojatxonadan chiqmaymiz-ku, o'tiraveramiz-ku, misol. Qachon qon og'rib, qachon to'xtar ekan deb. Sol janavar. Chetda ham sovar. Shunaqa qilib qilsalari, iloji boricha novvoch o'lchamiz, u qilib qornimiz og'rig'ini to'xtatamiz. Bug'doy bersani ichini o'tkazib yuboradi. Bug'doy ichini og'zini ham ortib qo'yadi, og'zini sarg'aytirib qo'yadi. Kaptarxona agar issiq bo'lsa, kaptarxona skvoznoy bo'lmasa, havo almashmagan bo'lsa, ko'zi og'rib turib, sekin og'ziga kelib turib, keyin paq qiladi, ertasiga paq qilib og'ir sekin kaptarxonadan o'ligini olib tashaveradi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Kaptarxonaga iloji kirib turib, bunday qaranglar, kaptarlar yotgan bo'lsa, e'tibor berib, mana buni tuxumda yotibdi, mana bunga
buni nimaga juplash kerak ekan deb движение qilsalaring o'zingizga qo'ydi. Mana balasini ochibdi ana. Endi oling, sekin qo'lingiz bilan olavering. Olavering, boshqa qo'lingiz bilan. Olavering. Ana balasini ochibdi. Yangi jo'jacha balas mana. Qarang. Yana kirib yotib olaveradi. Yotaver, bor. Yotaver, boraver, yotaver. Chop. Bemalol yotaveringlar. Mana shu yotib onasini kutadi 10 kun, 12 kun. Buni shu olganlardan keyin o'zlari katta rivojlab boqyapti ekan. Pechenni bilan, kasha bilan, endi bitta ballarni katta qilib voyaga yetib qizaloqlar, o'g'illar katta qilib oldik-ku. Endi bag'iga juvona ham boqyapmiz endi bag'iga juvona. Boraver, yotaver yoni, yotaver, bor. Yotaver. Juvonalar boqyapmiz. Shpris bormi? Qo'lda bormi? Kashasi bormi? Chiqin nima qilib bo'lsa ham boqib katta qilib olyapmiz-ku. Shuni zurriyotini ko'raylik deb kimdir uyda 50 ta 60 ta uchirsa ko'pchi quvlab, yo mutsha qo'rali ko'pansa haydasa quvlab qaqabsa azroil jonimiz sug'urgandek ko'pchilikda ana shunaqa katta jonimiz sug'urgandek qaqabsa tashlab yuboradi. Shuni hisobiga bunday qaranglar, og'zi yetilayotganimsa, to'xta, buni balasi bor ekan. Telegramga qo'yay. Balasi bor kaptar ekan. Dadam Xudo rahmati balasi bor kaptardi. Telefoningami yo telefon yo'q, u paytda telefon yo'q edi. Men bozorga chiqib balasi bor ekan deb baqira aytgan deyishardi. Hozirgacha shu gapim bor. Og'zi yetilayotgan bo'lsa, balasi bor ekan, kelinglar olib ketinglar deyman. Boboda shunaqa balasi borlar tushib qolsa, akalar, kimdir kaptari tushib qolibdi, ballari uvol bo'lmasin deb turib mana kirib yotib oldi mana. Ko'rdinglar, kirib yotib oldi. Mana shunaqa qilib ayasini yotgandan keyin ertasiga bas bir kunda 2 soat soatda almashadi, tuxum aynaladi, keyin rivojlanadi. Shunda dadasi kirmasa, ayasi yotgan joyda yotaveradi, ayasi uncha boqolmaydi. 3 kun, 4 kun boqadi. Keyin bu juvonaga qaramaydi, balamni tark etdim deydi. Boshqa yerga tushadi-da, yerga tushib, ana shunaqa ketaveradi. Bular shunaqa zotda, paranda zot shunaqaki, balasini, tuxumini qizig'i yo'q. Erini ham tashlab ketaveradi, balasini ham, tuxumiga ham qaramaydi. Agar kaptorxonadan zarda bo'lsa, kaptorxonadan bezoda bo'lsa, ketdim men bu yerdan. Xotin ham kerak emas, er ham kerak emas, bala ham kerak emas, tuxum ham kerak emas, ketib yuboradi. Shuning uchun bo'lsa kaptarlarga ham yaxshi qarab, yaxshi dollarni berib, e'tibor bilan bir-biriga juplab, chiroyli qilib, maza qilib, tomosha qilib, kaptorxonaga ko'proq kirib o'tiringlar. Kaptorxonaga kirib o'tirsalaring, tuxumdan ham turmaydi, boshqadan ham turmaydi. Keyin kaptar ko'p bo'lsa, kaptarni pushti qoraymayapti, tuxumi qoraymayapti deyaptilar. Bosganda kaptar urib tushirib yuborsa, push ushamaydi. Bosaman desa push ushamaydi. Shuning uchun ilobochi ikkita narmodan addini qilib qo'yasizlar. Ana shu yerda bosishib, mana gnezdo qilib qo'ysalar, ana shu yerda bosishib tuxum qo'yib, shu yerda rivojlanib ko'payishi mumkin. Aka tuxum qo'ymayapti, tuxum katta bosaman desa, bittasi kelib urib tushirib yuboraversa, qanaq tushishadi unda. Hech tusholmaydi. Vallahiga shukr, sog' bo'linglar. Rahmat, mana shunchalik qonimiz kelib, e'tibor bilan har kuni video olishi Alloh rozi bo'lsin ukamizdan. Nima niyat qilishimiz Alloh taolo niyati. Videolarni olib turib, bitta like bosib qo'yinglar.